Bütün peygamberler özünün xalqiga eskertken peygamberler mirası. Bu bütün insaniyetga ortak bo'lgan bir ölçem bu. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam el-ula lek ve thaniyetu aleyk dedi. Tunji qatim qarasang, yani üsüp samasıq üçün yo'ldamangan vaqtda qarasang, bu durust. Amma ikkinchi qatim qarasang, bu sening gunohingga yoziladi. Ayol xonimlarimizga nisbatan hayosini himoya qilish, o'zini erlardan yiroq tutish bilan va shundaqla hijoblarini himoya qilish bilan boshlanadi. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ama ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu qarindoshlar. Hammanglar hoş geldinglar. Bizning bu hafta o'qiydigan darsimiz bo'lsa, Imom Navoiyning kitobidan 20-hadis bo'ladi. Bizning bugungi hadisda o'qiydigan mazmunimiz bo'lsa, bizningki tuyg'umizdagi, qalbimizdagi intayin qimmatlik bo'lgan bir angushlar haqida bo'ladi. Bu qimmatlik angushlar nima desanglar? Bu qimmatlik angushlar bizni axloqsizlik ishlardan to'sib turadigan bizning ma'naviy qalqinimiz. Alloh subhanahu va taolo bütün insonlarni yaratgan vaqtida bu ma'naviy qalqinni bizning tabiatimizga qo'ygan. Lekin yaşagan muhitimiz sababli, aralashgan kishilarimiz sababli bu ma'naviy qalqinni yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Bizning yo'qotmasligimiz uchun payg'ambarimiz Muhammed Aleyhisselam mana bu hadisda bu ma'naviy qalqinning ne kadar muhim ekanligi va ne kadar qimmatli ekanligi, uni qo'dashning kerak ekanligini bizga eskartib alohida ta'kidlagan. Xo'sh, unda bo'lsa bu ma'naviy qalqin nima? Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom buning qimmatini qanday bayon qilgan? Biz buni hadisdan ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. An Abi Mas'ud Uqbat ibn Amr al-Ansari al-Badri radhiyallohu anhu qol. Abi Mas'ud Uqbat ibn Amr al-Ansari al-Badri radhiyallohu anhu naql qilindi. U mundaq dedi. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq dedi. Inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwatil ula. Bütün insanlar tunji payg'ambardan tatib anlab kelgan so'z idza lam tastah fasna ma shi'ta. Haya qilmasang xoliqingni qil. Hadis oxirlashdi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu hadis orqali nima demoqchi? Ey insonlar, sizlarning qalbingizda shundoq bir ma'naviy tuyg'u borki, bu ma'naviy tuyg'uni bütün payg'ambarlar o'zining xalqiga alohida eskartib kelgan. U tuyg'u bo'lsa hayodir. U tuyg'u yo'qolsa, sizlar xoliqinglarni qiladigan hayvondan bir farqsiz jonliq aylanib qolasizlar deydi. Ya'ni idza lam tastahi fasna ma shi'ta. Agar senda hayo bo'lmasa, xoliqingni qil degani, senda hayo yo'qolsa, sen xoliqingni qiladigan bir maxluqqa aylanib qolasan degan. Resulullah'ın hadisindeki baş kısmı qaraydigan bolsak, bu haya meselesi bütün peygamberler özünün xalqiga eskertken peygamberler mirası bu. Bu bütün insaniyetga ortak bo'lgan bir ölçem bu. Şundaqla bizning peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bunu alohida eskertib, bu narsa, bu qimmatlik angushlar yo'qolsa, sen xoliqingni qildigan, nafsing nimaga tas shuni qiladigan, shayton nimaga qiziqtirish shuni qiladigan bo'lib qolsa, qimmat qarash, prinsip, qoida, tuzum deganga rioya qilmaydigan, intizomsiz ko'rinishli inson, ammo boshqa bir maxluqqa aylanib qolsa, shuning uchun sen hayoringni qo'da deganni bildiradi. Xo'sh, unda bo'lsa oldi bilan hayo degan nima? Hayo degan insonningki hissiyotidagi noto'g'ri ishlardan bizni to'sib turadigan bir xil tuyg'u. Ma'naviy bir xil tuyg'u bu. Va yoki ma'naviy kuch bizni axloqsizlardan to'sib turadigan. Qarab qaradigan bo'lsak, bu ma'naviy tuyg'u. Ya'ni yomon ishlardan bizni to'sib turadigan ma'naviy tuyg'u bütün insonlarda o'rtaq. Va shundaqla bu ma'naviy tuyg'u dal Allohning bor ekanligini ko'rsatadigan bir ro'shan alomat. Qarab qaraylik, bütün dunyoda Allohga ishonmaydigan bir insonmi? Odam o'ltirishni xato deb qaraydigan-du. Odamga haqorat qilishni xato deb qaraydigan-du. Boshqalarni tillashni xato deb qaraydigan-du. Yomon ish qilishni nachar ish deb biladigan. Bu tuyg'u nereden geldi? Ularning hayosidan keldi. O haya nereden geldi? Ortak haya. O'ylab baqinglar, qora olsun, oq olsun, Allohga ishonsin, ishonmasin, ortak bu tuyg'u. Bu tuyg'u hamma inson yaratgan bir Allohdan kelganligiga aqlimiz qoyil bo'ladi. Chunki bir odam tug'ildi, boshqalarni tillashni yomon ish deb bildi. Shundaqmi? Hech qanday tarbiya ko'rmagan bo'lsa-mu, boshqalarni haqorat qilishni va shundaqla axloqsiz ishlarning ko'pinchisini uni yomon ish deb qaraydi. Amaliyotda bu haya asli insonda mana shunda uning asosi bo'lgan bo'ladi va shundaqla bu hayoning asosi Allohning bor ekanligiga, bir ekanligini ko'rsatadigan ro'shan bir alomat. To'g'ri, bu hayot tuyg'usi bütün insonlarda o'rtaq bo'ladi. G'aybda olsun, sharqda olsun, Allohga ishonsin, ishonmasin, hammasi axloqsiz ishlarni, zino fahishini, tuhmatni yomon ish deb qaraydi. Lekin muhitningki ta'siri bilan, insonning tabiatining o'zgarishi bilan va shundaqla inson to'g'ri bo'lgan tarbiyadan mahrum qilinversa, insondagi bu Alloh taolo qo'ygan tabiat, bu hayotdan iborat bu xil tuyg'u o'zgaraydi. Bu tuyg'u himoya qilishga, qo'g'dashga, uni mukammallashtirishga muhtoj bo'lgan bir tuyg'u. Bu sababdan bizning dinimiz kelgan, bu sababdan Qur'onda nurg'ulg'an oyatlar hayo qilishga buyuradigan mazmunlar kelgan. Bu sababdan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom nurg'ulg'an hadislarda hayoning muhimligini, qimmatini bayon qilgan va shundaqla bu sababdan hayoni iymon bilan bir jub degan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom nima dedi? Al-haya'u wal imanu qurana'u jami'a. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar deydi. Iymon va hayo ikkisi bir jub, birlikte bir jub. Nima degan gap? Bir jub degan gap, oyoq bir jub qo'y. Bir pey bo'lmasa oyoqni kegollamdi? Kegololmaydi.
O oyoq qimmatsiz bo'ladi. Haqsiz basam oyoqni kiymaysizlar. Demak, iymon bilan hayo dal ikkisi bir jup. Fa iza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar dedi Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom. Birisi ko'tarilsa, yana birisi ko'tarilib ketdi. Ya'ni bir odamda iymon bo'lmaydi ekan, hayo ko'tarilib ketdi. Hayo bo'lmaydi ekan, iymon ko'tarilib ketdi. Ya'ni Allohga bo'lgan iymonning roli hayoni qo'g'dash. Hayoning roli iymonni qo'g'dash va iymonni mustahkam qilish. Demak, ikkisi birisi bilan mana shunday jup, birisi bilan munosabati va bağlanışı var. Ve şundakla haya imanның naydı gol bir şehi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam hadiste el imanu bid'u ve seb'une şu'be. İman 70 netçe şahçıga ayrılgan. O şahçının birisi bolsa haya deydi. Demek haya meselesi o Allah Subhanahu wa taala her bir insanınki kalbi koygan ortak bir tuygu. Bu tuygu Allah'ın bir ikenligini kösleyen bir roşan alamet. Ve şundakla bu tuygu himaye kılışka, qoğdaşka muhtaç. Qanda qo'g'daymiz? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hadis orqali qo'g'daymiz. Va shundaqla o'zimizga Qur'on Karimda kelgan hayo haqidagi mazmunlarni tatbiqlash orqali, sahobalarning o'rnakini o'zimizga o'zlashtirish orqali bu hayoni qo'g'daymiz. Unda bo'lmaydi ekan. Bu tuyg'u bizning tabiatimizda bo'lsa-mu, lekin yuqorida o'tganimizdek aralashgan muhitning sababi bilan va shundaqla kishilar to'piningki umumiylik shaklda buzilishi, to'g'ri bo'lgan hidoyatni mahrum qilish sababli bu hayo tabiatimi o'zgarishi mumkin. Masalan, bugungi kunimizda g'arb jamiyatidagi ba'zi allarda er bilan erning to'y qilishini hayosiz sanamdi ba'zi kishilar. Hayat sanamaydı. Ameliyatda bu bir insan emas, hayvanın tabiatigimiz kildigan bir iş. Aslida şu kishilarimiz sağlam tabiatlik insonlar. Lekin to'g'ri bo'lgan hidoyatdan mahrum qolganligi sababli yashagan jamiyatining muhitining ta'siriga uchrab, eng qiliqsiz insonning tabiatiga zid bo'lgan ishni qabul qilmoqda. Shuning uchun qalbimizdagi bu hayot tuyg'usi har vaqt himoya qilishga, har vaqt qo'g'dashga, har vaqt Qur'on hadisining o'lchimi bilan uni muhofazat qilishga tegishli bo'lgan bir tuyg'u. Unda bo'lmaydi ekan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek, "İza lam tastahi fasna' ma shi'ta." Hayo bizni yo'qoladi, biz xohlaganni qiladigan insonlardan bo'lib qolamiz. Darvaqa bugungi kunimizdagi ba'zi allarga o'xshash. Dal Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek, ba'zi allarda, ba'zi jamiyatlarda hayo ko'tariladi. Tadrijiy holda uni qilsam bo'ladi, buni qilsam bo'ladi deb ba'zi bir qoida usullarning hammasi yo'q bo'ladi. Insonlar xuddi hayvonlarga o'xshash xohlaganni qiladigan, er ayolga o'zgaradigan, ayol erga o'zgaradigan mana shunday holat meydonga keldimi, kelmadimi? Keldi. Demek haya del bizni insan qiladigan, bizni mümin qiladigan, bizni haqiqiy qimmatga erishtiradigan bir ma'naviy eng kuchli bu. Shuning uchun Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom "İza lam tastahi fasna' ma shi'ta." Ya'ni senda hayo bo'lmaydi ekan, sen hayvonga aylanib qolasan degan mazmunni bildirilgan bu hadisni bizga eskartgan. Va shundaqla Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hayoning naqadar muhim ekanligini eskartish uchun "Inna li kulli dinin xuluqan." Har bir dinning axloqi bor. Va xuluqul islam el-haya. Her bir dinninki tacıdar, bayraklar bo'lgan bir axloqi bor. İslamning axloqi bo'lsa, hayodir deydi. Demek biz hayarımızı qo'g'dilik degan gap, axloqimizni qo'g'dilik degan gap. Chunki haya bizning axloqimizni muhofazat qiladi. Bizda hayosizlik ko'tariladi ekan, turli axloqsizliklarning hammasi maydonga keladi. Qarab bakadigan bo'lsak, bütün axloqsizliklarning hayosizlikka chetiladigan tarafi bor. Masalan deylik, yolg'on so'zlash. Bu hayosizlikdan kelib chiqqan bir gap. Ya'ni bir odam qanday vaqt yolg'on aytadi? Hayo qolmagan vaqtida men o odam bilan yuzlashib qolsam, yolg'onchiligim oshkora bo'lib qolsa, xijil bo'lmayman degan holat kelgan vaqtida ondaki yolg'on aytadi. Haqorat qilish, o odamda o'zini bir ayash, hayot tuyg'usi ko'tarilgan vaqtida ondaki boshqa haqorat qila oladi. Undan boshqa zina paylaymiz. Bu hayo rasmiy ko'tarilgan vaqtida uningdan keyin bo'ladi. Shuning uchun bizda har xil shakldagi axloqsizlar maydonga kelmasin deydi ekanmiz. Tunjulab ishni nereden boshlaymiz? Hayoni himoya qilishdan boshlaymiz. Mana shu nuqtani biz musulmonlar texi tushunib yetmagachga, din dushmanlari buni tushunib yetib bo'lgan bo'lg'achqa, din dushmanlari bizning dinimizga hujum qilish uchun, bizni iymondan chekindirish uchun, bizni axloqsizlashtirish uchun, ya'ni islomiy kimligimizni yo'qotish uchun ishni eng avval nereden boshlaydi bilamsizlar? Hayosizlashtirishdan boshlaydi. Chunki bir musulmonlar jamiyatining ikki xil nuqtasi bor. O'zgartirsa musulmonlar jamiyati churib ketadigan. Shuning birisi bo'lsa hayo masalasi. Bizni hayosiz qilyaptimi? Sen zina qil, sen haroq iç, sen her xil yomon ishlarni qil demisimi, o'zligini qildigan bo'lib ketadi. Masalan qaraylik bizning vatanimizga hozir zolim kofirlar er bilan ayolni achiqib, maydonlarga yig'ib, usulga silyotidi. Shunaqmi? Va undan boshqa har xil qiliqsiz ishlarni qilyotidi. Shu ishlarniki u zolim kofirlarga nima foydasi bor masalan? U masalan har xil qurollarning ichiga kishilarni yig'ib usulga silyotidi, masalan er ayollarni tangsiga silib deydi masalan. Masalan inson ko'sim ikki yarim bo'lgan har xil ko'rinishlarni ko'ryapmiz. Nima uchun bu ishlarni qildi bilamsizlar? Er ayol o'tirisidagi padishapni ko'tirish uchun. Er ayol o'tirisidagi hayoni yo'q qilish uchun. Ana shunday usullar bilan, har xil faoliyatlar bilan kishilar o'tirisidagi, musulmonlar o'tirisidagi hayoni ko'tarsa, undan keyingi ishlarga ular kuchimizmi, musulmonlar tadrijiy holda tushadi. Bu sababdan bu nuqtani tushungachga zolim kofirlar bizning vatanimizdagi tunjulab qilgan ishi musulmonlar orasidagi hayoni ko'tarish bilan boshlandi. Xo'sh, unda bo'lsa biz iymonimizni saqlaylik. Mana musulmonlar jamiyatimizni pokiz saqlaylik deydi ekanmiz. Eng nozik turadigan, eng inchik turadigan taraf bizning bo'lishi kerak. Hayotimizni qo'g'dash bo'lishi kerak. Bugungi kunimizda bu hayoni qo'g'dash intayin qiyin bir masalaga aylanliq. Chunki bugungi kunimizda hayosizlik bir xil madaniyat shaklida o'tirg'a chiqmoqda. Bizning avlodlarimizning fikriga ta'sir ko'rsatmoqda. U hech qanday bir xato ish emasdek, mushundaq tashviqot elib berilmoqda. Shuning uchun bugungi kunimizda hayoni qo'g'dash uchun kurash qilishimiz, tirishchilik ko'rsatishimiz bugungi kunimizning eng chong jihatlaridan birisi hisoblanadi. Hayosizlik bu bir kundan o'tirg'a chiqmaydi. Qadam
qadam tadrijiy holda o'tirg'i chiqib eng yuqori pallaga yetgan vaqtda inson axloqsiz Rasululloh hadisi degandek xolig'ini qildigan bir maxluqqa aylanib to'xtaydi. Shuning uchun hayosizlikniki tunji qadamlarigami nihoyatda diqqat qilishimiz kerak, sal qaramaslik kerak. Shayton dal mushu nuqtadan kirib ayol xonimlarimizni ba'zi narsalarga qiziqtirish orqali hayosizlik qundaydi. Hatto ba'zilarimizni hayoliq bo'lsak, ba'zi narsalardan mahrum qoldigandek tuyg'u keltirib bizni hayosizlik qundaydi. Valenki Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam el-haya la ya'ti illa bi khayr. Haya yaxshilikdan boshqasi kelmaydi deydi. Ya'ni hayotchan odam hargiz bir narsadan mahrum qolmaydi. Hayotchan xonim qizlarimiz hargizmi bir narsadan mahrum qolmaydi. Ama şeytan dal mushu nuqtadan kirib ba'zi xonim qizlarimizni aldaydi. Sen hayotchan bo'lib bunda yuraversang, o'zingni oshkorlamasang, paloniga o'xshash unda qilmasang, bunda qilmasang, o'ltirib qolsa, yoki ba'zi ishlardan mahrum qilsa deganga o'xshagan har xil vasvaslar bilan uning quliqiga pisildab hayosizlikqa undaydi. Vaholanki haya har qanday yerda bo'ladi ekan, uni go'zallashtiradi. Hargiz bir narsadan mahrum qo'ymaydi, uni satlashtirmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom: "Va ma kana al-haya'u fi shay'in illa zana." Haya qanday yerda bo'ldi ekan, uni go'zallashtiradi deydi. Haya deb bo'g'isham kallamizga ayol keladi. Har ayolga o'rtaq bir tema bu. Erdan qanday talab qilingan bo'lsa, Qur'on Karimda hayajon bo'lishning qadamlari ayolda shunda talab qilingan. Shunga haya masalasi har ayolga o'rtaq. Har birimiz buning tunji qadamlariga nihoyatda diqqat qilishimiz kerak. Chunki haya masalasi ajoyib bir narsaki, siz tunji qadamda uni uyatlik his qilgan holda qilasiz. Tadrijiy holda u sizga uyatlik bilinmaydi. Bu normal ishdek bilinadi. İkinci qadamga ilgilaysiz. İkinci qadamda bir oz xijil bo'lasiz. Uningda bir muddat o'tgandan keyin uningdan xijil bo'lmaysiz. Ondan keyin birinchi qadamni, siz tunji qadamda uyatlik his qilgan birinchi qadamni boshqalarga tashviq qilishga boshlaysiz. Demak, mana bu shunday xatolik. Shuning uchun hayoning eng tunji qadamlaridan tortib o'zimizni asrashga, u qimmatli angushlarimizni himoya qilishga alohida ahamiyat berishimiz kerak. Xo'sh, unda bo'lsa, hayotimizni qanday qo'g'daymiz? Eng avval Qur'on Karimda erlardan boshlagandek, biz erlardan boshlasak, erlarning hayosi eng avval ko'zdan boshlanadi. Yani er kişi yolda manganda olsun, vayga torlarda olsun, nerede olsun közünü namehram ayollarga tikilip qarashtin. Şundaqla haram resimlerini küreştin, haram videolarını küreştin, saqlash arqali özünün hayasını qo'g'daydi. Bizning hayosizligimiz közümüzden başlandı. Eğer közümüzü koyuversek, yolda ayollar ona tikilip qarab, közümüzü üzmey mansak, vayga telefonlarımızda her xil uçuq resimler, uçuq videolarını küreversek, hayosizlikning qadami bizde tunji qadam shakllangan bo'ladi. Bu dastlabda qanday bo'lamiz? Keyin u normal ishdek bilinadi. Masalan, biz 10-15 yil ilgirki holatlarimizni qarab baqadigan bo'lsak, uçuq ayolning resmi, masalan, başdaq bir ayolning resmi desa, uningda biz bir xil shurkun etdik. Ama bugungi kunimizda yashagan muhit sababli u normal ishdek bilinib ketdi. Amaliyotda bu bir haram ish. Uni qaramasligimiz kerak. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom al-ula lak va thaniyatu alayk dedi. Tunji qatim qarasang, ya'ni üsüp samaslik uchun yo'lda mangan vaqtda qarasang, bu durust. Ammo ikkinchi qatim qarasang, bu sening gunohingga yoziladi dedi. Shuning uchun bu masala jahon o'zgarsimi, kishilar taraqqiy qilib ketsin, o'zgarmaydigan bir masala bu axloq masalasi. Tunji payg'ambarlardan tortib ta bugun qadar o'zgarmaydigan bir masala. Bütün kishilar boshda yurib ketsin, ayollarning hammasi uning qarashini harom bo'laveradi. Televizorning hammasida, xabarlarning hammasida ayollar chiqib qarar so'zlasin, uning qarab, tikilib qarab kurash harom bo'laveradi. Hatto bugun kunimizda kishilar yaxshi ko'radigan kinolarning ichiga singib ketgan bo'lg'achqa, bu ba'zi bir tarixiy kinolarning ichiga singib ketgan bo'lg'achqa, bu normal ishdek bilinib ketdi. Bu normal ish emas bu. Uning qarash normal ish emas. Bu boshda ayollarning xabarlarini tikilib qarab turib kurash, bu normal ish emas, bu to'g'ri ish emas. Ya'ni shu yerdan tortib biz ko'zimizni saqlaydigan vaqtimizda bizning hayorimiz himoya qilingan bo'ladi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim" deydi. Ey Muhammad, mu'minlarga aytqinki, ular ko'zlarini namahram ayollarga qarashni saqlasin deydi. Televizorda olsun, telefonda olsun, ko'chada olsun, namahram ayollarga qarashdan ko'zlarini saqlasin deydi. Mana bu hayoning tunji qadami. Va yahfazu furujahum. Avratlarini zinodan saqlasin deydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo tunji qatim ko'zni haromdan saqlasin dedi. Ikkinchi qatim va yahfazu furujahum. Zinodan saqlansin dedi. Demak, ko'zimizni haromdan saqlash bizni zinodan saqlaydi. Zinodan saqlanish uchun tunji qadamda ko'zimizni haromdan saqlashimiz kerak. Zalika azka lahum. Innalloha xabirun bima yasnaun. Ana shunda qilish ular uchun eng yaxshidir, eng pokdir deydi. Ya'ni ko'zni haromdan saqlash u ular uchun eng yaxshi. Ya'ni qalbini pokiz tutishga eng yaxshi. Zinoga tushmaslikning eng yaxshi yo'li. Vallohu xabirun bima yasnaun. Alloh subhanahu va taolo sizning qilgan ishinglarni ko'rib turadi. Yolg'iz uyda olsun, yo'lda olsun, kira ko'magan bilan Alloh ustimizda hammani ko'rib turadi. Ko'zimizni haromdan saqlash bizningki hayotimizni qo'g'dashdan boshqa nurg'unlagan foydalari bor. Masalan, birinchisi bizning oilamizga huzur elib keladi. Ko'zni haromdan saqlamagan odam, qalay-maqal resimni ko'rib adam, qalay-maqal ayollar qarab odamda oilasi huzur olmaydi. Chunki er kishi ana shunday yasalma resimlarni, yasalma videolarni ko'rib olgandan keyin uydagi tabiiy ayol uning sat ko'rinadi-da, uyda huzur olmaydi. Va undan boshqa ko'zni haromdan saqlamaslik iymonning lazzatini qochirib o'tadi. Bir odam ko'zni haromdan saqlamaydi ekan, u odam iymonning lazzatini, huzurini tetganmaydi. Bu haqda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ayet ochiq qilib, "An-nazratu sahmun masmun min sihami iblis." Namahram ayollarga qarash şeytanның zəhərlik oqlarından bir oq. Qanda bir adam Allah'tan qo'rqab ana shundaq namahram ayollar qarashdan tark etadikan, atahullohu imanan yajidu halabatahu fi qalbihi. Alloh subhanahu va taolo u odamga shundaq bir iymon beradi ki, o iymonning huzurini, lazzatini qalbida tetiydi deydi.
Demek imanın lezzetini tetileydi ekanmiz, gözümüzden haramni saqlash kerak. Va onundan başqa İmam İbn Qayyim va onundan başqa nurg'un olimlarning degan so'zlari shuki, ko'zni nomahramdan saqlash odamga basirat, ya'ni parasat ato qiladi. Hikmat ato qiladi, to'g'ri so'z ato qiladi, to'g'ri fikr ato qiladi, yiroqni ko'radigan aql, idrok ato qiladi deydi. Demek gözümüzü haramdan saqlash Allah subhanahu wa ta'ala degandek zalika azka lahum. Biz üçün intayin yaxshi, qalbimizni pok tutish uchun intayin yaxshi. Ayol xonimlarimizga nisbatan hayosini himoya qilish, o'zini erlardan yiroq tutish bilan va shundaqla hijoblarini himoya qilish bilan boshlanadi. Bugungi kunimizda qarab qoladigan bo'lsak, ba'zi erlarda shunda sirtlarda nomahram ayollarga noyit muloyim gap qilsa noyit choyliq gap qiladi. Masalan, bir narsa olganda bo'lsin va yoki ma'lum bir hojat tushganda bo'lsin. Va shundaqla ba'zi xonim qizlarimiz sirtlarda nomahram erlarga noyit muloyim. Hamda uyda cho'y desa, erlar model akisçe, ayollarımı del akisçe. Bazı erler, bazı ayollar. Yani öy kirgan vaqtda özünün halal jüptiga ait qo'pol. Bazı xonim qizlarimiz öy kirgan vaqtda özünün halal jüptiga ait qo'pol. İslamning talab qilgani va shundaqla hayarimizni himoya qilish uchun er olsun, ayol olsun qilish tegishli bo'lgani sirtlarda ayollarga unda nozik gap qilmaslik, ularning qalbiga ta'sir qiladigan va yoki qalbiga bir fitna sab qo'yadigan shaklda, yumshoq shaklda munosabat, ilm birim ilib bormaslik. Öy kirgan vaqtda halal jüptiga yumshoqlikni, noziklikni ishiltish. Unda bo'lmaydi ekan, biz hayarimizni qo'dayolmagan bo'lamiz. Shuning uchun ayol xonimlarimiz eng avval men hayarimni qo'day deydi ekan, ana shu bizning dinimiz qo'ygan er o'tirisidagi parda to'saq alohida ahamiyat berish kerak va hijobiga alohida ahamiyat berish kerak. Biz sahoba ayollarning hayoti qarab qoladigan bo'lsak, buning o'rnaklarini ajoyib ko'ra olamiz. Masalan, Hazrat Aisha radhiyallohu anha, men payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom vafot bo'lgandan keyin u dafn qilingan uyga kirgan vaqtimda normal uyda kiydigan kiyim bilan kiyinveratdim. Dadam vafot bo'lgandan keyin uning qashiga dafn qildik. Dadam bo'lg'achqa u vaqtimni uyda kiydigan kiyim bilan kiyinverdim. Hazrat Umar vafot bo'ldi, uning qashiga dafn qilindi. Ondan keyin uning qashiga kirmoqchi bo'lsam, men to'liq hijoblanib ondan keyin kirdim deydi. Sahabaning hayoti qarab bakinglar. Tirik odam emas, vafot topgan odamning qabrisining qashiga kelmoqchi bo'lsa-mu, to'liq hijoblanib ondan keyin kirdi. Mana bu sahabalardagi hayoning o'rnagi. Va shundaqla Hazrat Fatima Zahra radhiyallohu anha vafot topadigan kesilda nayt ig'ilishib ketadi. Ana shu vaqtda nayt g'amga patadi. Shu vaqtda bir sahaba ayol kelib, "Nima bo'ldi ey Fatima? Nimaga buncha g'amkin bo'lasiz?" deb so'raydi. Fatima Zahra radhiyallohu anha, "Men o'lib ketdiga o'xshayman. Men o'lib ketsam, meni tavqqa silib mangsanglar, badanim mushunda ko'rinib qolsa erlarning orasida, qandoq bo'ladi? Mushundan qattiq bir aram bo'lyapman" deydi. Yani o vaqtda bir adam vafot topsa, bizning hozirgidek tavut yo'q. Tuz taxtayning ustiga yotqizib, ustiga rex tashlab, ko'tarmaydigan gapda. Endi ayol kishi uning ustida yatsa, badaninki egizpasi ko'rinib qoldi-ya. Fatima Zahra radhiyallohu anha o'lgandan keyin erlarning orasida jasdining ana shunday shaklinki oshkor bo'lib qolishidan g'am yeb, ko'ngli yarim bo'lgan. Bugungi kunimizda shu hamda bazı xonim qizlarimiz nereden ketyotidi? Bedenimizning shakli oshkor bo'lmadi deb g'amga petyotgandik va yoki oshkor bo'lib qoldi deb Hazrat Fatimaga o'xshash o'lgandan keyingi holimizni o'ylab g'amga petyotgandik. Ayol xonimlarimiz o'rnak qilgan ayollar ana shu. Fatima Zahra radhiyallohu anha. Haliq ayol sahaba, ya'ni Asma bint Umays degan bu ayol sahaba Hazrat Fatima radhiyallohu anhaga, "Ey Fatima, men sizga Habastonda kishilar vafot topsa, ichiga silib dafn qiladigan sanduq o'xshash bir narsa bor ekan. Shuni yasab baqay, ko'rib baqsangiz. Siz vafot topsangiz, sizni uning ichiga qo'yayli, ustiga xurmo-shahini yapayli. Mushundaq bo'lsa, badaningizning shakli ko'rinmaydi" deydi. Buni anglagan Fatima radhiyallohu anha nayt xushal bo'lib, "Buni yasab baqing" deydi. U ayol sanduqni yasab akiladi. Buni ko'rgan Fatima Zahra radhiyallohu anha nayt xushal bo'lib, "Sen meni yapqandek, Alloh seni yapsin" deydi. Mana bu o'zini musulmon deb qaragan xonim qizlarimiz o'zlariga ulgu qilishga tegishlik bo'lgan ayol sahobalarning hayosi. Musulmon xonim qizlarimiz men hayorimni himoya qilay deydi ekan, jamiyatdagi kishilarga qarab emas, ana shu sahoba ayollarga qarab o'zining hayosini himoya qilish kerak. Ana shunday qilgan vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek, hayosini himoya qiladi-da, natijada axloqini himoya qiladi. Unda bo'lmaydi ekan, hayot tadrijiy ko'tariladi ekan, hijobi tadrijiy ko'tariladi ekan, bu tug'an sir taraqqiy qiladi. Biz buni real jamiyatda ko'ryapmiz. Masalan, jamiyatimizda nurg'ulgan xonim qizlarimiz tadrijiy holda hijobdan chekinib, eng oxirida hijobdan butunlay ayrilganligini o'z ko'zimizdan ko'ryapmiz. Demak, bu yerda hayoning tunji qadam bo'lgan, dinimiz ko'rsatgan hijob o'lchamidan keyingi yenish bilan mana shunday hayosizlik o'tirib kelib chiqadi. Shuning uchun sal qaramasdan ayol xonim qizlarimiz er o'tirishga o parda to'saqqa nihoyat ahamiyat berish kerak. Hargiz uni ko'tarishga tirishmaslik kerak. Va shundaqla o'zining hijobiga ahamiyat berish kerak. Va shundaqla kishilar to'plashgan yerga borgan vaqtda, ommiy so'ringa borgan vaqtda, uydan sirtqa chiqqan vaqtda atri ishlatish va shunga o'xshagan nomahram erlarning diqqatini tortadigan har qanday ishni qilishdan, meli gap so'z olsun, meli ish harakat olsun, meli kiyinish olsun, qattiq diqqat qilish kerak. Bularning hammasi hayoninki buzilishining tunji qadamlari hisoblanadi. Xo'sh, unda bo'lsa, bir ayol kishi sirtlarga chiqib ilm setim qilmamdi. Va shundaqla zurk gap qilgan vaqtda, doktorxonaga borgan vaqtda bir er kishi bilan gap so'z qilmamdi, albatta qiladi, ammo islomiy o'lcham bilan qiladi. Qur'on Karimda buni bir qissa voqelik bilan ochiq so'zlab bergan. Masalan, Musa alayhisalom Misrdan qochib Madiyan degan shaharga kelgan vaqtida bir quduqning qishig'iga kelgan. Quduqning atrofida nurg'ulgan er kishilar bor edi. U chetda bo'lsa, ikki ayol kishi yaqinlashmay turgan. Musa alayhisalom o ayolning qashiga berib, "Ma xat bukuma? Sizlarga nima bo'ldi? Nima qo'ylarni suv olmaysizlar? Nima o quduqni suv olmaysizlar?" deb so'rgan. O ikki ayol kishi nima degan? "Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir."
O kishilar o'zining qo'ylarini sug'urib, u yerdan taqib ketib bo'g'ichilik biz bormaymiz. Bizning dadimiz 40 boy edi. Yani dadimiz 40 boy bo'g'achqa sirtqa chiqdiq, zurlab qilib, bo'lmasa dadimiz o'zi kelatdi. Endi sirtqa chiqqandan keyin kishilar to'plashgan yerga bormaymiz degan. Demak, biz bu yerdan er ayolninki, ya'ni nomahram ayolninki zuru kelgan vaqtida munosabatda diqqat qilishga tegishli bir nuqtani ko'ramiz. U bo'lsa qaysi ayol kishi sirtqa chiqqan vaqtida, ma'lum ish bajarga chiqqan vaqtida yoki doktorxonaga borgan vaqtida nomahram erlar to'plashgan yerga qisilishib bormaydi. Lipitga qisilishib chiqmaydi. Va shundaqla har qanday bo'lsin, erlar bilan bevosita uchishadigan yoki badan tegishib qoladigan bundaq yerlarga bormaydi. Mana bu xonim qizlarimizningki sirtqa chiqqan vaqtda ijtimoiy munosabatda diqqat qilishga tegishli birinchi nuqtasi. Andan keyin Musa alayhissalom o ikki qizningki qo'yini akilib sug'urib beradi. Bu ikki qiz uyga qaytib dadasiga bo'lgan ishni aytadi. Dadasi Musa alayhissalomga rahmat aytish yuzidan bir qizni avatidi. O qizi Musa alayhissalomga qarshi qanday keladi? Fajaat ihdahuma tamshi ala istihya. O ikki qizning birisi Musa alayhissalomga qarshi qanday keldi? Hayo bilan keldi dedi. Hayo bilan kelish qanday bo'ladi? Sahobalar bu oyatni tafsir qilib, o ayol Musa alayhissalomga qarshi kelgan vaqtda yiroq tuturdi va shundaqla yuzni kiyim bilan itib olgan holda kelib, in abi yad'uka liyajzaka ajrama saqaytalana. Dadam sizni chaqiradi. Bizga qo'yimizni sug'urib berganligingiz uchun sizga rahmat etmoqchi, sizga mukofot bermoqchi. Demak, bu yerda nomahram erlarninki mana shunday zuru kelib qolgan vaqtda ijtimoiy munosabatda diqqat qilgan ishini bu oyatda bizga ochiq ko'rsatib berdi. Ya'ni bir ayol kishi yot bir erdan bir narsa so'moqchi bo'lsa yoki doktorxonaga kirib qoldi yoki shunga o'xshagan ba'zi bir ijtimoiy munosabatda hijobi bilan musofiq qo'ygan ahvol ostida gapini nozik qilmasdan, uning diqqatini tortadigan ish harakatdan yiroq bo'lgan asosda ijtimoiy munosabat qursa bo'ladi. Ammo hayosiga daxl yetkazadigan, erlarning diqqatini tortadigan har qanday gap so'z, kiyim-kechak va ish harakatlardan qattiq saqlanish kerak. Demak, bizning dinimiz er ayollar jamiyatini butunlay bir-birisidan ayirayotgan emas. Belki o'ttirisqa bir fasil qo'ygan, o'lcham qo'ygan. Ya'ni hayorimizni qo'g'dash uchun, keyingi cho'ng ishlar kelib chiqmaslik uchun, axloqsizlikni yomlamaslik uchun er ayol o'ttirisqa bir parda qo'ygan. Har bir musulmon hayorimizni qo'g'dash uchun, bir jamiyatda axloqsizlikning paydo bo'lmaslik uchun bu pardani qo'g'dashga yetarli kuch chiqarish kerak. Unda bo'lmaydigan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek, "Iza lam tastahi fasna' ma shi'ta." Hayo ko'tarilib ketdi-da, keyin xolig'ini qildigan mushundaq jamiyat barpo bo'ladi. Shuning uchun hayo masalasi uning iymonga chetilgan tarafi va axloqqa chetilgan tarafi va jamiyatning inoqlikqa chetilgan tarafi va shunga musulmonlar bunga aslo va aslo sal qaramasligimiz kerak. Hayoni qo'g'diq deganlik o'zimizning axloqini qo'g'diq deganlik. Hayoni qo'g'diq deganlik iymonimizni qo'g'diq deganlik. Hayoni qo'g'diq deganlik oilamizni qo'g'diq deganlik. Hayoni qo'g'diq deganlik jamiyatni qo'g'diq deganlik. Alloh subhanahu va taolo hammamizga go'zal hayo ato qilsinki, shu orqali axloqimiz go'zal bo'lsin, iymonimiz mukammal bo'lsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Muhammedur Rasulullah